Assalomu alaykum barchaga. Biz To'ronbank tomonidan Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumanida joylashgan naq 50 gektarlik issiqxonaga tashrif buyurdik. Bu issiqxona To'ronbankning imtiyozli kreditlari asosida tashkil qilingan bo'lib, hozirda limonariya bilan shug'ullanish tashabbuskorlarga taqdim etilgan va hamda bu yerda limon daraxtlari ekilgan bo'lib, hozirda hosil kirgan. Batafsil ma'lumotni reportajimiz davomida ko'rishingiz mumkin. Mana biz hozir Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Oyjon mufiyida tashkil qilingan kompleks issiqxona hududiga keldik. Tadbirkorimiz Namangan viloyati Norin tumanidan kelib Kattaqo'rg'onda ishlayotgan Otabek akani issiqxonalardamiz. Otabek aka, bu yerga nechta limon ko'chati ekilgan? Bu hozir 1 gektar joyga bega 1960 ta ko'chat ekkanmiz. Biz 3 qator uslubda ekkanmiz. 3 qator uslubda. Ha, 3 qator. Mevaga kirdimi, kirmadimi? Yo'q, mevaga kirdi. O'tgan yili 3 yasharga to'ldi. O'tgan yili 27 tonna bundan hosil oldik. Bir yilga 70-80 tonna. Barakasini bersin. Hozir biza hurmatli tadbirkorlar, mana Kattaqo'rg'on tumanidagi hamma issiqxonalarni birma-bir kirib ko'rib chiqamiz. Chunki bu yerda juda katta объемda ish qilingan, qaysidir issiqxonaga ikkilamchi ekin sifatida chesnok ekilgan, issiqxonaga limon ko'chatlari ekilgan, qaysidir issiqxonada ikkilamchi ekin sifatida bulg'or qalampiriga yerlar tayyorlanmoqda. Otabek aka, bitta ko'ramiz. Bo'ldi. Otabek aka, issiqxonaga oraliq ekin sifatida nima ekkansiz? Oraliq ekinga bunga chesnok ekdik aka. Mana 2 gektar yerimiz yopiq. Buni martda oxiriga, aprelda boshiga pulga kiramiz. Buni zeringga sotsak ham biz ana shuncha daromad qilamiz bu. Mart oyini o'zida mana shuni zelinga beramiz deb turib 2 gektarni yopiq yerga ekdik. 3 gektar yerimizni ochiqqa ekdik. Mana limon turibdi, limonni orasidagi oraliq ekinimiz aka. Ya'ni hozir bizda 5 gektar yerda sarimsoq bor, ha? Sarimsoq bor. Bu xudo xolasa 20 kunda kirganda ham Navro'z bayramiga o'sha xalqimizdan dasturxonida bo'ladi. Ha, dasturxonda bo'ladi. Rahmat sizga, baraka toping. Otabek aka, yana mana limon qalamchalarini ekib qo'yibsiz bu yerga. Bu yerda nechta limon ko'chati bor? Ekishga tayyor bo'lgan. Bu yerda ham hozir hech bo'lmaganda bir 600 ta 700 ta ko'chatimiz qoldi. Shu oradagi pateriya bo'lgan ko'chatlarni o'rniga almashtiramiz deb turib, mana salopanga ekib turib, burchakka qo'yib qo'ydik. Mana o'toqdan chiqqandan keyin o'sha pateriyalarga shuni ekib chiqamiz. Yo'qmasam biz shunaqa tushunishimiz mumkin ekanki, mana shu issiqxonada qaysi limon ko'chati nobud bo'lgan bo'lsa, o'shani o'rniga ekiladi. Ha.